Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum, muftiy hazratlari. Bugun mana shu muborak Qur'on hayiti arafasida sizni va siz orqali ziyoratchilarni, hojilarimizni, xalqimizni yana bir bor ayyom bilan chin qalbdan tabriklashga ijozat etasiz va hamma ziyoratchilarga yetkazsangiz to'g'ri bo'ladi. Oilalaringiz bariga sog'-omon qaytib kelishingizni tilakdoshimiz. Albatta xalqimiz ham ko'ryapti, keyingi yillarda haj safarlari yangicha yuqori saviyada tashkil qilinyapti. Bizni tamoyilimiz inson qadri degan ezgu shiorimizga amalda yana bir bor 15 ming hojilarimiz o'zlari guvoh bo'lyapti desa, bu ham to'g'ri bo'ladi. Albatta. Siz o'zingiz guvoh edingiz, Saudiya podshohligi rahbariyati bilan o'tkazilgan muloqotlarimiz natijasida ziyoratchilarimiz bu yil ham juda katta misli ko'rinmagan sharoitlar yaratilsa adolatdan bo'ladi. Shunday. Ularga ulug' ulamolar yurtidan kelgan aziz mehmonlar sifatida alohida ehtirom ko'rsatyapti. Mana ham televizorlarda ko'rib, ziyoratchilarimiz kutib olishi juda katta o'zbek xalqiga bo'lgan ehtirom va izzat bo'lyapti-da, muftiy hazrat. Xuddi shunday, hurmatli prezident. Hojilarimiz O'zbekistonga qaytgach, avvalo eng katta maqsad intilishlarimiz bu tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchilari bo'ladilar degan katta umiddaman. Har birlariga yetkazsangiz, men sizdan minnatdor bo'laman. Ya'ni oilada, mahallada ahillik, mehr-oqibat, muhitini mustahkamlash uchun sidqi dildan xizmat qiladilar deb ishonaman. Ikkinchidan, ularning yoshlarimizni sog'lom e'tiqodga, ilm ma'rifatga, kasb-hunarga da'vat etish, muhtojlarga ko'mak berish yo'lida qilgan ishlaringizni, tajribalaringizni namuna ko'rsatayotgan yuksak qadrlayman va buni davom qiladilar deb ishonaman. Inshaalloh. Zero Imom Maturidiy bobomiz aytganlaridek, xalq bilan bir tanu bir jon bo'lish yashash uchun musulmonlik belgisi deb aytganlarini siz bilan bu to'g'risida ko'p marta gaplashganmiz. Albatta. Kayfiyatlari qanday hojilar? Yana bir karra assalomu alaykum, hurmatli prezident. Alloh taologa shukrki, sizni ko'rsatmalaringiz bilan haj mavsumi juda ham muvaffaqiyatli o'tmoqda. 15 ming nafardan ziyod ziyoratchilarimizning kayfiyati juda ham yuqori. Yaratilgan sharoitlar, ko'rsatilayotgan xizmatlardan behad mamnunlar. Makka va Madina shaharlaridagi eng shinam mehmonxonalarda hojilarimiz istiqomat qilishmoqda. Xonalardagi sharoitlar, ko'rsatilayotgan xizmatlar barchani xursand qilyapti. Ayniqsa Madina Munavvaradagi 5 yulduzlik Zamzam Pulma mehmonxonasida bo'lib turgan hamyurtlarimiz payg'ambarimiz alayhissalomning ravzalaridan 150 metr masofada. Har safar ravzaga chiqib, el yurtimizga xususan sizni haqqingizga duolar qilishdi, hurmatli prezident. Hozir sizni ko'rsatmangiz bilan haqiqatda kundan kunga, yildan yilga haj ishlarimiz rivojlanib bormoqda. Oshxonalarda ham barcha qulayliklar yaratilgan. Bir necha ming kishilik oshxonalarda yurtimizdan kelgan oshpazlarimiz